suv ich. Nari otur. Voy, befahim mol. 20 ming dollarga mashina olib berdim. Mamlatda yana 10 ming dollarlik shtraf 2 oyda. Men to'laymanmi? Mashinani adis pullarga olib bergansiz-ku. Ha, adamni pullariga olib bergan bo'lsam ham adamdan pulni olish o'zi bo'lmagan, Nozik. Buncha baqiraverasiz, har ikki qadamda radar chiqursa, menda nima ayb? Sanda ham ayib. Odam nomiga mos, nozikkina bo'lib mashina haydash keraksan, molga o'xshab mashina haydaysan. Baqiravermay to'g'ri tushuntiring shuni. Ming'illab urvaraman hozir. O mujik, g'alati emasmi, bratan? Kechqurunda qiz bola narsani so'kib tashlash mujikmiz-u, bizga yarashmaydi, brat. Endi ko'rmaysizmi aka, 10 ming dollar ishlab qilib yuboribdi radarlarga tushib. O, kiras shu holatga antiradarlar bor. Manam sizga shuni aytdim-da. iBoxdan Sonar Pro bu 3 yil kafolati bor. O'zini-o'zi обновление qiladi. O'zbekiston bo'ylab yagona radar bu. Rostdan. Sen qayerdan bilasan aralashma erkaklarning gapiga? Aka, sotmaysizmi radaringizni? Yo'q, aka, sotmayman. Sani mash yoqmaydi-da, ko'rasam bitta ishing hal bo'lmaydi sani. Baqiraverasiz hadi ber. Hayda mashinani.